Poytaxtimizda sog'liqni saqlash tizimi rahbarlarining aholi muammolarini manzilli hal qilishda professional kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan maxsus o'quv kursi boshlandi. Tadbir joriy yil 13-mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida xalq murojaatlari bilan ishlash tizimini takomillashtirish hamda jamoatchilik fikrini chuqur tahlil qilish masalalari bo'yicha o'tkazilgan video selektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosi doirasida tashkil etildi. Uning ochilishida Prezident administratsiyasi, Prezident xalq qabulxonasi, Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Prezident huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi mas'ullari qatnashdi. Mazkur o'quv dasturining maqsadi sog'liqni saqlash tizimi rahbarlarining boshqaruv salohiyatini yanada oshirish, aholi bilan muloqot samaradorligini kuchaytirish va tibbiyotda murojaatlar bilan ishlashda uchrayotgan muammolarni o'z vaqtida aniqlab, ularga yechim topishdan iborat. Sog'liqni saqlash sohasining o'ziga xos xususiyatlari aytib o'tildi. Bu o'zimizda respublikamizdagi mavjud 38 million aholidan tashqari potensial fuqarolarimiz, ya'ni har yilda tug'iladigan 1 million qo'shimcha inson bilan ishlaydigan soha. Strategik ahamiyati juda katta. Mana bugun 70 ga yaqin bizni hududiy tibbiyot muassasalarimiz rahbarlari ishtirok etyapti. Albatta biz bu kurs bu trening natijalarida olinadigan baholash, ya'ni assessment natijalaridan biz juda katta narsalarni kutyapmiz. Qayd etilganidek, bugungi kunda sog'liqni saqlash sohasida aholi murojaatlarini tezkor va samarali ko'rib chiqish, tibbiy xizmatlar sifatini yanada oshirish hamda tizim faoliyatining ochiqligini ta'minlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bois ayni paytda hududlardagi boshqaruv kadrlarining zamonaviy bilim va amaliy tajribalarini boyitishga alohida e'tibor qaratilyapti. Bugungi tadbir esa mazkur vazifalarni samarali amalga oshirishda muhim ekani bilan ahamiyatlidir. O'quv dasturi doirasida ishtirokchilarning aholi murojaatlari bilan ishlash, korrupsiyaga qarshi kurashish, manfaatlar to'qnashuvini oldini olish, nizolarni hal etish va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda oid professional kompetensiyalari xalqaro metodikalar asosida baholanadi va amaliy keyslar, simulyatsion mashg'ulotlar orqali rivojlantiriladi. 3 kunlik o'quv kursi davomida hududiy sog'liqni saqlash boshqarmalari va tuman tibbiyot birlashmalari rahbarlari, Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy amaliy tibbiyot markazi hamda Respublika tez tibbiy yordam markazi filiallari xodimlari nazariy va amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etdi. Unda barcha mashg'ulotlar tajribali mutaxassislar va soha ekspertlari tomonidan olib boriladi. Quyi tizim rahbarlarini shu islohotlarni to'g'ri yetkazib bera olmaslik natijasida ham murojaatlar kelib chiqish holatlari bor. Men o'ylaymanki, mana shu kurs oxirida har bitta rahbar mana shu nafaqat murojaatlar tizimi bilan, balki o'sha korrupsion holatlarni bartaraf qilish, tizimda raqamlashtirish, birlamchi tizimda joriy qilayotgan islohotlarni o'sha har bitta hududda hududning o'ziga xosligidan, aholi tarkibidan kelib chiqib joriy etish bo'yicha kerakli ko'nikmalarga ega bo'lamiz. O'quv kursi davomida tinglovchilar amaliy keyslar va interaktiv mashg'ulotlar orqali zamonaviy boshqaruv usullari, aholi murojaatlari bilan samarali ishlash hamda korrupsiyaning oldini olish bo'yicha o'z bilimlarini mustahkamlaydi. Shuningdek, raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish va tibbiy xizmatlar sifatini oshirishga qaratilgan ilg'or yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etish yuzasidan tajriba orttiradi. Bugungi kunda tibbiyotdagi murojaatlarning eng asosiy foizini, misol uchun, yo'llanmalar, ming afsus tibbiy xodimlarning xatti-harakatidan noroziligi bugungi kunda aholini eng og'riqli nuqtalari bo'yicha murojaatlar qiladi. Men o'ylaymanki, tajribali rahbar hech qaysi murojaatni virtual qabulxonasiga turishni yoki umuman xalq qabulxonasiga turishni oldini olish kerak va buning ustidan murojaatlar bilan manzilli ishlashni to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak. Umuman olganda o'quv kursi davomida egallangan bilim va tajribalar tibbiyot tizimi samaradorligini oshirish, tibbiy xizmatlar sifatini yaxshilash hamda aholi roziligini ta'minlashga xizmat qiladi.